O'g'lingni zooparkda ishlaydi degding, uyga hayvon olib keladi demaganding-ku. Meni hidim ko'rgangan diyojon, ozgina katta buvosin berib yuboraman. Bu hali katta ham bo'ladimi? Dumaloqcham, o'zing surinchamsan. Men bolamni ham bunaqa erkalamaganman-ey. Zebo, bu o'rtamizda uxlash shartmi? Bitta o'zi uxlashga qo'rqadi, endi 6 oylik. Zebo, soatimni ko'rmadingmi? Men qayerdan bilaman, turgandir o'sha yerda, qarasangizchi. Oyjon, bittaga ko'payishamiz. Bezakansiz, lekin xursand bo'ldim. Endi men ham nevara erkalataman, ha? Yo'q, unaqa mehmon emas. Qanaqa mehmon? Mana. Fil bilan jirafa ham olib kelmabsiz-da, kelin. Bo'ldi, olib kelaymi? Birga yashayverardinglar, o'g'lim bilan ketaverardilar safarga. Ona, anu keliningizni maymunchasi depressiyaga kirib o'lib qopti-da. Yuring, dalda beraylik. Bir kun kelib maymunni janozasida o'tiraman deb o'ylamagandim. Mani ish uchun dieta qilyapsan-a? Oy, telefonimni ko'rmadingizmi? Hech qayerdan topa olmayapman. Telefon qil. Qo'limdan qayerdandir jinglayapti. Ha, iloji yetib yoribdi. Xavotir olmanglar, bir haftada hazm qilib chiqarib yuboradi. Kelin, ana shervatchingizga go'sht beruvdim, yemasdan menga qarab turdi. Ha, u kattaroq go'sht yeyishni xohlaganda. Nafasingizni yana tushirsin. Nima qilyapsiz? Idish yuvotdim. Nimada? Bavida. Buni qanaqa ishlatadi? Qarang, tog'oraga bavini solamiz, keyin qaynoq suv solamiz. Yuvilish kerak, chit bo'lib ketgan idishlarimizni solib 10 daqiqa kutamiz. Keyin suvga chayvoramiz, bo'ldi. Qarabsizki, 10 yildan beri yuvilmagan dog'li ham top-toza bo'ladi, qaling. Zo'r-ku. Da. Eshitdingmi? Yugurmasam bo'lmaydi, tualetga ulgurmayman. Ulgurdingizmi? Kirmadim, lekin ulgurdim.